Hammaga assalomu alaykum. Meni kanalimni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz opa-singillarimizga Ufadan alangalik salomlar bo'lsin deb qolaman. Barchangizni ushbu Ramazon oyida tutgan ro'zalaringizni Alloh dargohida qabul qilsin, qilgan ibodatlaringizni o'zi dargohida qabul qilsin. Hamma oshxona qirolichalariga alangalik salomlarimni aytib qolaman. Bugungi ishlarimni sizlar bilan birgalikda boshlab olaman. O'zi aslida boshlab olganman, hamma yo'g'imni pishirib bo'lganman. Bugun yana shirinlikdan boshladim videoimni. Chunki har doim aytib o'taman, hammasini ko'rsatsam videom juda ham cho'zilib ketadi. Hozir tayyor sloyka xamirdan, magazinni qavatli xamiridan kurasan pishirib moqchiman. O'tgangi safar esingizda bo'lsa, ushbu xamirdan ko'k somsa yopgandim. O'shanda ko'proq ochib olgan ekanman pachkasidan va kiloga solib upakovka qilib qo'ygandim. Ushbu xamirimizdan kruassanlar qilib olaman. Buning uchun bizga yong'oq, grechskiy yong'oq, keyin varyonka kerak bo'ladi. Tayyor xamirimizni har biridan to'rtta donadan shuna 3 burchak shaklida shunaqa qilib kesib olyapman. Menimcha buni hamma bilsa kerak. Bilmaganlar uchun o'rgatma bo'ladi. Shunaqa qilib hammasini kesib olgandan keyin ozroq nachinka solayotgan tarafini kattaytirib olaman, ya'ni yoyib olaman va yoygan tarafimga nachinka solib, uni varyonkadan ozroq bir qoshiq solaman, keyin bir donadan yong'oq qo'yib o'rab olaman. Shu magazinda xamiridan juda ham ishlash oson, juda ham nima desam, bu qulay. Juda ham tezda tayyor bo'ladi. Ko'p tayyorlayman, tvorojniy qilaman, olmali qilaman. Xullas, nima tayyorlasangiz bo'ladi, Napoleon qilsangiz ham bo'ladi. Shu juda ham qulay shu xamirlar. Bugungi kurasanim ham juda ham chiroyli bo'ldi ko'rinishi. Mazasini endi hali iftorda tatib ko'ramiz. Mazali bo'ldi degan umiddaman. Chunki yong'oq, varyonka bilan juda ham yaxshi chiqishadi. Yana xamiri sloyka juda ham boshqacha bo'ladi degan umiddaman. O'tgangi videoimda meni qo'llab-quvvatlab turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Barchangizga o'zimni alohida rahmatimni aytib qolaman. Oldindan qo'llab-quvvatlab turgan, yangi qo'shilib qolgan obunachilarga hammangizga o'zimni alohida rahmatimni aytib qolaman. Mana tayyor bo'lgan kurasanlarimizni duxovkaga 20 minutga 200-220 gradusga qo'yib qo'yamiz. Juda ham tezda tayyor bo'ladi. Mana tayyor bo'lib pishib chiqdi. Mana ko'rinishi shunaqa. Tuxum surtmadim, chunki doim shunaqa sloykalarni pishirganda tuxum surtmayman. Agar somsa qilmasam agar shirinliklarga saharniy pudra, shakar pudrasini chachishganim uchun hech ham tuxum surtmayman. Mana juda ham ko'rinishi, ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli. Mana sindirib hozir ishlarini ham ko'rsataman. Juda ham boshqacha shirinlik bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham oila a'zolaringizni xursand qilasiz. Kam xarj shirinlik bo'ladi. Endi esa kechki ovqatga, iftorlikka
tiftilkali sho'rva tayyorlab olamiz. Tiftilkali sho'rvani qaynatma qilaman. Qozonga ko'rib turganingizdek suyaklarni solib qo'ydim. Pishiriqlarimdan ko'pincha tovuq go'shtini suyaklari qoladi. O'sha tovuq go'shtini suyaklarini solib qo'ydim. Bu yerda qaynab turguncha men masalalarini tayyorlab olaman. Kartoshka, sabzi, piyoz, bolgarskilarni to'g'rab qo'ydim ko'rib turganingizdek. Endi esa tiftilkasini tayyorlayapman. Tiftilka uchun bir dona piyozni qirg'ichdan chiqarib oldim. 400 gram go'sht deyman, farsh. Nima deydi? Qiymani ozroq chesnok 3-4 ta dona chesnok davilkadan chiqarib, tuzlarini solib, yaxshilab aralashtirib oldim. Menimcha bu jarayonni hamma biladi. Magazinga chiqsam tuxum yo'q ekan. Tuxum anaqa bedanani tuxumidan o'rtasiga qo'yib yuboraman degandim. Tiftilkalarimizni magazinda yo'q ekan. Keyin qaytib kelib xolodilnikka qarasam sir bor ekan. Endi o'sha tiftilkani o'rtasiga sirdan shunaqa bitta kubikdan solib o'rab olaman. Endi sho'rvamiz qaynab chiqdi. Penalar nima deydi? Ko'piklarni olib tashlayapman. Ko'pik ham yo'q o'zi. Ozgina chiqqan uni olib tashladim. Endi sabzavotlarni solib olaman. Sabzi, piyozni solib oldim. Qaynatishga qo'yaman. Keyin sabzilar tayyor bo'lguncha qaynataman. Bir 30 daqiqa. Bu oralig'ida men tiftilkalarimni tayyorlab olaman. Boya aytib o'tganimdek, shunaqa qilib ozroq 80 gram menimcha bu yerda nima bor edi? Farsh, ya'ni qiyma o'rtasiga ko'rib turganingizdek sirni kichkina to'rtburchak qilib solib mana bu o'rab olaman. Eslatib o'taman, men uyda emas, ishxonada ovqatimni tayyorlayapman. Chunki shu yerda ro'zamizni ham ishxonada ochib ketyapmiz. Chunki vaqtimiz hozir bugun 7 dan 18 minut o'tganda ochamiz. Tochkamizni yopishimiz kerak 8 da. Baribir iftorni shu yerda qilishimizga to'g'ri keladi. Uyga uspet qilmayapmiz. Shuning uchun kechki ovqatimni doim shu yerda tayyorlab olyapman. Iftorligimizni ham shu yerda qilyapmiz. Tumshuq tomiklarimiz. Shunaqa. Faqat shanba bozor kunlarigina ertaroq uyga ketyapmiz. Shu iftorlikka uspet qilish uchun, ya'ni ulgurib qolish uchun erta borib uyga borib ovqat tayyorlayapman. Mana ovqatimiz qaynab chiqdi. Endi bolgarskiy kartoshkalarini solib yana ozroq qaynatib olaman. Juda ham sekin qaynatyapman, chunki vaqtimiz bemalol hali. Sekin qaynatsangiz sho'rva ham tiniq bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Ozroq rangi qizilroq bo'lish uchun paprika qo'shib yubordim. Ozroq, yarim choy qoshig'ida. Mana ovqatimiz qaynab chiqdi. Endi tiftilkalarni solib olamiz. Kartoshkalarimiz yarimchala bo'lib pishdi. Tiftilkalar bilan birgalikda to'liq tayyor bo'ladi. Yana yarim soat qaynataman. Azizlar, agarda shunaqa usulda tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ko'ring. Siri bilan juda ham mazali bo'ladi. Aytib o'tganimdek, tuxum bilan qilmoqchi edim. Tuxum topolmaganligim sabab sir bilan qildim. Sir bilan ham juda ham mazali bo'ladi. Kotletni, ya'ni tiftilkani kesganingizda o'rtasidan cho'zilib juda ham boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Juda ham mazali. Mana ko'rib turganingizdek, ko'rinishi ham juda ham mazali. Shu yerda videomni yakunlayman. Hammangiz Allohga omonat bo'ling deb qolaman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.